O'zbekistondagi kichik va o'rta bizneslarning muammosi katta bolalar bo'lmoqchi, katta biznesga qo'shilmoqchi. Bu yerda nimaga asosiy men urg'u bergan bo'lardim? Albatta bu yerda brend kuchi bor. Brend kuchi qachon sizda kuchli bo'ladi? Siz hamma joyda taniqli bo'lishingiz kerak, sizning face'ingiz hamma joyda bo'lishi kerak. Shunda odamlar sizga ishonishni boshlaydi va biznesingizda o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bir xil mahsulot sotishingiz mumkin, lekin brend bu juda ham kuchligini siz juda ham yaxshi biladigan bo'ldingiz. Misol keltiradigan bo'lsak, siz bugungi kunda jurnalda, onlaynlarda hamma joyda faol bo'lishingiz kerak. Agar jurnallardan tanlash bo'lganda, men mana shu Business Holistic jurnalini tanlagan bo'lardim. Chunki men o'zim o'sha yerda chiqib turaman va o'zim ham shu jurnalning a'zosiman. Shuning uchun siz katta bolalar bilan qo'shilsangiz, muhit sizni tortadi. Bu muhitda gazeta ta'sirida Business Holistic'ni men topganman va sizga ham tavsiya qilaman. Bu jurnalning pluslari VIP zonalarda, aeroportlarda, posolstvolarda, universitetlarda, ko'p joylarda bu tarqatiladi va sizni brendingizni undan ham yuqoriga ko'tarishga sababchi bo'ladi. Shuning uchun men sizga mana shu jurnal tariqasida mana shuni tavsiya qilaman. Agar siz ham bu jurnalda chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyada jurnal so'zini qoldiring va siz bilan mutaxassislar bog'lanadi va zo'r chegirmalar qilib berishadi.